Urganch tumani axborot kutubxona markazida kitobsevar millat shiori ostida o'tkazilayotgan 6-Respublika kitobxonlik haftaligi doirasida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar davom etmoqda. Xususan, markaz tashabbusi bilan 3 avlod uchrashuvi hamda kitobxon yoshlar intellektual jamiyat asosi mavzusida navbatdagi tadbir tashkil etildi. Unda Urganch tumani hokimi o'rinbosari, Nuroniy jamg'armasi faxriylari, nuroniy onaxonlar, tuman tashkilotlari xodimlari, talaba yoshlar va kitobxonlar ishtirok etdilar. Tadbir davomida badiiy chiqishlar, she'rxonlik, kuy-qo'shiqlar va sahna ko'rinishlari namoyish etilib, ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Shuningdek, kitobxonlikni targ'ib etishga qaratilgan savol-javoblar tashkil etilib, faol qatnashchilar rag'batlantirildi. Tadbir yakunida kitobxonlik haftaligi davomida eng ko'p kitob mutolaa qilgan mutasaddi tashkilotlar xodimlari aniqlanib, ular bilan bir qatorda talaba yoshlar hamda jajji kitobxonlar faxriyorliklar va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Mazkur tadbir turli avlod vakillarini bir maydonga jamlab, kitobxonlikni keng targ'ib qilish, yoshlar qalbida ilm-ma'rifatga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishga xizmat qildi.